Meni Cibril aleyhisselam bir tunurga o'xshash yerga elib keldi. Uning ichidan qiyqas ovozlar anglandi. Zinaxo'r dunyoda bir qancha jazoga uchraydi. Uning birinchisi qabr azobiga eng qattiq sabab bo'lgan gunohlarning birisi. Qabr azobiga eng qattiq sabab bo'lgan gunohlarning birisi zina. Zina bugun kunimizdagi yoshlar o'zini saqlashi nihoyat qiyin bo'lgan eng chong gunohlarning birisi. Chunki bugun kunimizda zinaga boshlaydigan vositalar nihoyat qulayliqlashdi. Ammo zinadan o'zimizni saqlashning qiyinlashganligi bu ibodatning, ya'ni zinadan o'zimizni saqlaganlikning mukofotining nihoyat kattaligini bildiradi. Chunki qiyinchilik qancha chong bo'lsa, uning mukofoti shuncha chong bo'ldi. Masalan, bir o'quvchiga nisbatan saviyasi qancha yuqori bo'lsa yoki imtihon qancha qiyin bo'lsa, agar u imtihondan o'tsa, shuncha yuqori sinflarga kiradi. Bir futbol komandasiga nisbatan yengish nihoyat qiyin bo'lgan jafoliq bir komandani yengsa, uning darajasi shuncha o'sadi. Dal shuningga o'xshash, yoshlarning o'zini saqlashi nihoyat qiyin bo'lgan bu gunohdan o'tishi, ya'ni o'zini saqlashi yoshlarning Allohning nazaridagi o'rni yuqori ko'tarishining eng yaxshi fursati. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda inna izamil jaza ma'izamil bala. Imtihon qancha cho'ng bo'lsa, sinov qancha cho'ng bo'lsa, uning mukofoti shuncha cho'ng bo'ladi deydi. Ya'ni zinadan o'zimizni saqlashning qiyin bo'lganligi uning mukofotining shuncha cho'ng ekanligi, buyuk ekanligini bildiradi. Dal buning aksicha imtihonning qiyin bo'lganligi uningdan o'tishning mukofotining nihoyat cho'ng ekanligini bildirganga o'xshash, imtihonning qiyin bo'lganligi bu qiyin imtihondan o'tolmaslikning jazosi shuncha cho'ng bo'ladi. Ya'ni mukofot qancha cho'ng bo'lsa, uning aksicha jazosi shuncha cho'ng bo'ladi. Shuning uchun zinaxo'r bu gunohning jazosini mushu dunyoda, o'lgandan keyin qabrisida, ya'ni barzax olamida va qiyomat kuni tortadi. Demak, 3 xil dunyoning hammasida tortadi. Ibn Qayyim Javziy rahimahulloh zinaxo'rning dunyoda uchraydigan bir qancha turlik jazosini bayon qilib mundaq deydi. Zinaxo'r dunyoda bir qancha jazoga uchraydi. Uning birinchisi zinaxo'rda hayo yo'qolib ketadi. Chunki bir odam zinodan iborat bu vahshiy, qabih gunohga tushgandan keyin uning hayo pardasi buzg'unchilik uchraydida, bu odamda hayodan asar qolmaydi. Ikkinchisi, zinoga tushib qolgan odamning taqvolik ketib qoladi. Ya'ni uningda Allohdan qo'rqinch yo'qolib ketadi. Shuning bilan qalbi qetib qoladi. Uchinchisi, zinoga tushgan odamda deyuzlik paydo bo'lib qoladi. Ya'ni ojisini, singlisini, ayolini boshqalardan kulmaydigan mushundaq bir xil holat paydo bo'lib qoladi. Deyuz odam bo'lsa, jannatga kirish emas, jannatning purqini puriy olmaydi. To'rtinchisi, zinoxo'r odam va'dasiga vafo qilmaydi. Ya'ni aldamchi, saxtipaz bo'lib qoladi. Beshinchisi, zinoxo'r odam do'stiga vafo qilmaydi. Oltinchisi, zinoxo'r odam ruhiy tushkun, ichi siqiladigan, bir narsalardan xushallik topolmaydigan bo'lib qoladi. Chunki zinoxo'r odam haromdan huzur izlaganligi, haromdan xushallik izlaganligi uchun bu odamga xushallik va huzur harom bo'ladi. Qandaq bir odam Alloh cheklagan ishlardan, harom ishlardan huzur izlaydi ekan, uning huzur harom bo'ladi. Huzur va xushallik faqat Alloh rozi bo'lgan ishlarla amalga chiqadi. Chunki huzur va xushallik faqat Alloh rozi bo'lgan ishlarda topiladi. Alloh cheklagan ishlardagi huzur va xushallikning keyniga dard, alam va qayg'u ergashib keladi. Yettinchisi, zinaxo'r odam faqirchilikqa qoladi. Abdullah ibn Umardan naql qilingan hadisda az-zina yurithul faqr. Zina faqirchilikni keltirib chiqaradi deydi. Sakkizinchisi, zinaxo'r odamning yuzidan nur ketadi. Yuzi kulimsiz bo'lib qoladi. Bu faqat zinaxo'rning mushu dunyoda uchraydigan azobi. Zinaxo'rning ajali to'shgan vaqtida uning jinni oldigan farishtalar zinaxo'rning jinnini sukib qo'pollik bilan oladi. U sakratdagi vaqtida dunyoda qilgan gunohlarga nihoyat qattiq pushaymon va nadomat qiladi. Qabrisiga qo'yilgandan keyin ikki farishta uni savol so'roq qiladi. Ondan keyin zina qilganlik uchun barzax olamidagi uning azobi boshlanib ketadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Mirojga chiqqan kechasi zinaxo'rlarning azobini ko'rgan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom ularning azobini sahobalarga so'zlab berib mundaq deydi. Meni Cibril alayhisalom bir tunurga o'xshash yerga elib keldi. Uning ichidan qiyqas ovozlar anglandi. Qarg'udak bo'lsam, u tunur usti tor, osti kengri, ichida ayollar nihoyat dahshatli, qattiq azobni o'tibdi. Men Cibrildan bular kimlar deb so'radim. Cibril bular zinaxo'r erlar va zinaxo'r ayollar deb javob berdi deydi. Zinaxo'r erlar va zinaxo'r ayollar qabrisida, barzax olamida ana shunday dahshatli azobga duchor bo'ladi. Undaqda bir musulmon yosh bo'lish sifatimiz bilan zinodan o'zimizni qanday saqlaymiz? Zinodan o'zimizni saqlashning bir qancha usullari bor. Uning birinchisi o'zimizni kichik zinolardan saqlash. Ko'z zinosi, qo'l zinosi, put zinosi, til zinosi qatorliq zinoning ichiga kiradigan barliq zinoning turlaridan saqlanish. Zino desa cho'ng zinolar xayolimiz kelmasin. Ishning beshi cho'ng zinoning boshlanishi kichik zinalardan boshlanadi. Shuning uchun qo'l zinosi, ko'z zinosi va put zinosi deb qo'lda tutgan harom ishlarga, ko'zda ko'rgan harom narsalarga zina degan so'z ishlatilgan. Shuning uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom al-aynani tazniyan, al-yadani tazniyan, ar-rijlani tazniyan, al-farju tazni. Ikki
ko'z zina qiladi, ikki qo'lni zina qiladi, ikki putni zina qiladi va avratni zina qiladi. Yana bir hadisda payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom ikki qo'lning zinasi haromni tutish, nomahramni tutish, ikki putning zinasi haromga minish, ikki ko'zning zinasi bo'lsa haromga qarash degan. Demek bugün günümüzdeki biz sel qaravatgan, oddiy qaravatgan torlardagi yerim yalang'och ayollarning rasmlariga qarash ko'z zinasiga kiradi. Nomahram kishilar bilan har xil shahvoniy gaplarni qilish til zinasiga kiradi. Qizlarning yalang'och rasmlarini to'g'ri qo'yishi chach zinasi, bosh zinasiga kiradi. Mana bu kichik zinalar odamni cho'ng zinalarga so'raydi. Shuning uchun Alloh taolo Qur'on Karimda zina qilmanglar demasdan zinaga yiqilishib qolmanglar dedi. Ya'ni zinaning muqaddimasi bo'lgan muhabbatlashish, qizlar bilan paranglashish, qizlar o'zining ochiq rasmlarini to'g'ri qo'yish o'xshash zinaning muqaddimasi, ya'ni kichik zinaga yiqilishib qolmanglar dedi. Chunki odam zinaga bevosita tushmaydi. Ana shunday kichik zinalar bilan qadam-qadam asta-asta tushadi. Shuning uchun cho'ng zinadan saqlanishning birinchi sharti kichik zinalardan saqlanish. Uningga sal qaramaslik. İkincisi dualarımızda Allah Teala'dan zinadan ibaret bu qabih çoğun günaha düşüp qilishimizdan panohlik tilash. Masalan, Zuleyxa ishikni taqib etib Yusuf alayhissalomga "Kel, zina qilayli" dedi. Zuleyxa nəhayət güzel bir padişahning ayoli. Yusuf alayhissalom bo'lsa, bizga o'xshash yosh, hech kim ko'maydi. Bu vaqtda Yusuf alayhissalom bu zinadan ibaret qabih gunohdan nima orqali saqlandi? Allohga sig'inib panohlik tilash orqali saqlandi. Qala ma'adallah. Men Allohdan sig'inib panohlik tilayman dedi. Alloh taolo uni bu gunohdan saqladi. Demek bu günahdan saqlanishning ikkinchisi Allohdan bu gunohga tushib qolishimizdan sig'inib panohlik tilash. Uchinchisi yolg'iz qilishdan saqlanish. Odam yolg'iz qolgan vaqtida shayton hamroh bo'lib oladi. Yolg'iz qolganda telefonda har xil narsani ko'rib serishimiz mumkin. Bu orqali zinoga yiqilishimiz. Shuning uchun zinoga yiqilmaslik uchun yolg'iz qilishdan saqlanish lozim. Yolg'iz yotoqda turmaslik lozim. To'rtinchisi bekor qilishdan saqlanish. Odam bekor qolgan vaqtida shayton yana hamroh bo'lib oladi. Shayton hamroh bo'lib olgan vaqtida yomon ishlar bilan mashg'ul bo'lib qolamiz. Aksincha vaqtimizni zich urlashtirgan vaqtimizda, bekor qolmagan vaqtimizda yomon ishlarni xiyol qilg'ili, o'ylag'ili, ko'rg'ili, paralashqili vaqtimiz chiqmaydida gunohga tushib qolishni saqlanamiz. Shuning uchun vaqtimizni har o'giz bekor qo'ymaylik. Beshinchisi cho'ng zina bo'lsin yoki kichik zina bo'lsin, bu ishni o'zimizga ravo ko'ramdik yoki ko'rmadik, bu haqda o'ylab baqish kerak. Bir yosh payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning qashig'iga kelib, "Ey Rasululloh, menga zina ruxsat qilsizlar" dedi. Payg'ambarimizning qashidagi sahobalar turolmay qoldi. Chunki bir yoshning payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning qashig'iga kelib, "Menga zina ruxsat qilsizlar" deyishi nihoyat hayron qolarlik bir ish edi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom buni tutinglar, mushlanlar dedimi? Yo'q, faqat aqliy jihatda uni qoyil qildi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom u yoshga yaqinroq keldi. Ondan keyin payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom, "Sen bu ishni, ya'ni zinani onangga ravo ko'ramsan" dedi. U yosh nihoyat g'azablanib, "Yo'q, hargiz ravo ko'rmayman" dedi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom, "Boshqalarmi uni onasiga ravo ko'rmaydi? Sen bu ishni qizingga ravo ko'ramsan" dedi. U yosh, "Yo'q, hargiz ravo ko'rmayman" dedi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom, "Boshqalarmi uni qiziga ravo ko'rmaydi" dedi. Ondan "Bu ishni singlingga ravo ko'ramsan" dedi. U yosh, "Yo'q, hargiz ravo ko'rmayman" dedi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom, "Bu ishni boshqalarmi singlisiga ravo ko'rmaydi" dedi. Bu yosh payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning bu gapini anglagandan keyin o'zi haqida o'ylandi va bu gunohdan yondi. Agar shayton bizni mushunga o'xshash yomon ishlardan biriga qiziqtirsa, biz bu ishni o'zimizga ravo ko'ramdik, bu haqda o'ylab baqishimiz kerak va vijdonimizga savol qo'yishimiz kerak. Oltinchisi, ya'ni zinodan o'zimizni saqlash usulining oltinchisi, zinodan saqlanishning mukofotini eslash. Bir odam zinoga yaqin kelib turib, o'zini zinodan saqlay olsa, qiyomat kuni quyosh yiqilgan, kishilarning hammasi tumuz issiqda chanqigan, ba'zi odamlar bilg'icha, ba'zi odamlar quloq tuyg'icha terga cho'milgan mushu paytda Allohning arshining soyasidan boshqa hech qanday soy yo'q vaqtda ana shundaq zinodan o'zini saqlay olgan yosh u soydashga muyassar bo'ladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom hadisda qiyomat kuni Allohning arshining soyasidan boshqa hech qanday soy yo'q kunda Allohning arshining soyasida soydashga muyassar bo'ladigan 7 turli kishining birisi bo'lsa, chiroyli, martabalik ayoldan birisi "Kel zina qilayli" desa yoki shuning o'xshash zina qilish fursatiga erishsa bir odam, "Yo'q, inni axafulloh, men Allohdan qo'rqaman" deb u ishdan, ya'ni zinadan o'zini tortalgan yosh qiyomat kunining dahshatida hech qanday soy bo'lmagan kunda Allohning arshining soyasida soydashga muyassar bo'ladi. Demek zinadan o'zimizni saqlash qiyomat kuni bizni ana shunday buyuk mukofotga nail qiladi. Uningdan boshqa zinadan saqlanish bizni Allohning himoyasiga o'tkazadi. Ya'ni Alloh bizni saqlaydi. Alloh bizni muhofazat qiladi. Bu haqda nihoyat muhim bir qissa bor. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Madinaga hijrat qilib kelgandan keyin Makkada musulmon bo'lgan kishilarni Makka mushriklari sulab bog'lab qo'ygan. Bu xabar Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga yetib kelgandan keyin Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom sahobalarning ichidagi nihoyat kuchli va botir bo'lgan Marsad ismli sahobani "Sen Makkaga berib ana shu bog'lab qo'ygan musulmonlarni qutuldirib kel" deb avatdi.
Marsad payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning buyrug'i bilan Madinadan yo'lga chiqib, bir necha kun yo'l yurgandan keyin kech kirishi bilan Makkaga yetib keladi. Marsad musulmon bo'lishdan ilgari Makkada bir qiz bilan muhabbatlashgan. Musulmon bo'lgandan keyin garchi u qizni nihoyat yaxshi ko'rsa-mu, iymonni, hijratni ustun bilib payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bilan birga Madinaga hijrat qilgan. Marsad Makkaga kelgandan keyin oydin kechida musulmonlar sulangan uyning atrofida ularni kuzdi va ularni qutuldirish uchun muvofiq payt kutib turdi. Mushu paytda Marsad ilgari muhabbatlashgan Anaq ismli qizni uning soyasini tunib qoladi. Ya'ni oydin kechida uning tushgan soyasini tunib qoladi. Demak, Marsad Anaqni shu darajada yaxshi ko'radiki, uning soyasini tunib qolgan. Anaq yaqinlashib Marsadni ko'rib qoladi. Va Marsadni ko'rib nihoyatda hayajonlanadi. Konu oshiqi. Oydin kechida hech kim yo'q. Bu vaqtda Anaq, ey Marsad, men seni nihoyat saqindim. Bugun kecha men bilan bizning uyda qol deydi. Marsad, ey Anaq, innalloha harrama zina. Alloh zinoni harom qildi deydi. Anaq yana unumay, yo'q, bizning uyda qol deb turadi. Marsad yana ching turib oladi. Anaq, agar sen mening talabimga qo'shilmasang, Marsad musulmon asirlarni qutuldirmoqchi, qochirmoqchi deb to'layman deb unga tahdid soladi. Marsad yana unamaydi. Oxiri Anaq, ey Qurayshlar, Marsad musulmonlarni qochirmoqchi, darhol buni tutinglar deb to'laydi. Marsad darhol qochadi. Qurayshning cho'nlari uyg'onib uni qo'g'lashga boshlaydi. Marsad bu voqelikni bayon qilib deydi. Kelimdan 8 nafar mushrik keldi. Men qochib bir tog'ning o'nkining ichiga kirib oldim. Ular o'nkining ustiga kelib, shunda asta qaragan bo'lsa meni ko'rib qoladi, lekin ular ko'rmadi. Alloh meni muhofazat qildi. Demak, Marsad ana shunda eng muhim paytda Allohning hududini, Alloh cheklagan ishni o'zini saqladi. Eng xatarlik paytda-mu Alloh taolo uni saqladi. Demak, zinodan o'zimizni saqlash eng qiyin paytlarda Alloh taolo bizni saqlashiga sabab bo'ladi. Zino shuncha og'ir, shuncha qabih gunoh bo'lsa-mu, agar chin qalbidan samimiy shaklda tavba qilsa, Alloh taolo uning gunohini kechiradi. Chunki Allohning afusi, Allohning mag'firati har qanday gunohdan buyuk. Alloh taolo Qur'on Karimda innahu yaghfiru dhunuba jami'a. Alloh taolo butun gunohlarni kechiradi deydi. İmam Ahmad Musnad'da naql qilgan bir hadisda Bani Isroilda Kifl ismli bir odam bor edi. Bu odam zinoxo'r, har qanday gunohdan yenib qolmaydigan nihoyat fosiq, fojir, osiy odam edi. Bir kuni bu odamning ishkini bir ayol chekidi. Kifl ishkini ochqudak bo'lsa, qishda 2-3 bolasi va ochliqdan yig'layotgan bir ayol undan pul so'raydi. Kifl uyga kir, men sana pul beray deydi. Ayol uyga kirgandan keyin men sana 60 dinar beraman, lekin mening degan gapimga unaysa deb uni bu qabih ishga zo'rlaydi. Bu ayol yo'q desa, ochliqdan bolasi o'lib qolay deb qolgan, nihoyat yig'lagan holda amalsiz ma'qul bo'ladi. Kifl u ayolga 60 dinar beradi. Lekin u ayolning yig'lab titragan holatini ko'rgan Kifl, "Sen nima bo'ldi? Nima yig'laysan?" O ayol, "Men Allohdan qo'rqadigan bir ayol. Bu qabih ishga hayotimda yiqilishib boqmadim. Agar ochliqdan bolalarim o'lib qolishini ensirmagan bo'lsam, bu ishga yiqilishmagan bo'ladi." Kifl bu ayoldagi Alloh qo'rqusini ko'rib, nihoyat ta'sirlanadi. Va ayolga 60 dinarni berib, "Men ketgan" deb bu ayolni chiqardi. Kifl o'zining uzun yillardan beri Allohdan qo'rqmay, har xil gunohlardan o'zini tortmaganlikqa nihoyat pushaymon qiladi va Allohga yig'lab shundoq bir tavba qiladi-ki, yig'lig'icha shu yerda jon uzadi. At deganda kishilar Kiflning jinozasini og'ili uyga kelgan vaqtida uning ishkining ustiga laqad g'afarallohu li Kiflin, Alloh Kiflni kechirim qildi, afu qildi degan bu xatning yozilganligini ko'rdi. Demak, hayoti bo'yicha shuncha gunohlarni qilgan bo'lsa-mu, ammo chin qalbidan Allohga tavba qilib edi. Alloh taolo uning tavbasini qabul qilibla bo'ldi qilmay, uning gunohining kechirim qilinganligini butun kishilarga ko'rsatdi. Demak, siz qancha gunohlarga tushgan bo'lmang, qancha gunohlarni qilgan bo'lmang, agar siz Allohga haqiqiy shaklda samimiy tavba qilsangiz, Alloh taolo sizni xuddi Kiflni kechirganga o'xshash kechiradi. Shuning uchun mayli qancha gunoh tushib ketgan bo'lmang, hargiz umidsizlanmang. Agar siz samimiy tavba qilsangiz, Alloh taolo sizni cho'qim kechirim qiladi. At-taibu min az-zambi kaman la zamba. Gunohidan tavba qiluvchi gunohi yo'q kishiga o'xshaydi.